Şehzadede işi yok. Yüreğim tola dert hiç teşvişi yok. Sevgiden muzlar tanım o tamam da. Güzden giyin bahar kiler kışı yok. Melikenin şehzadede işi yok. Yüreğim tola dert hiç teşvişi yok. Hammaga bir xilmi? Hammaga bir xil bo'layotgan bo'lsa, mana bu yigitlarimizni choptirib o'tmaymiz. Shu podarkalashida turadi. Kelishdikmi? Hali hammani kala yuqorida. Ketikonni olib ketasizlar, mana hamma ovoz. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Ya oladi. Nima bo'lyapti? Oladi, bormi? Tezda kelib olasizlar. Balkim siz o'tkirarsiz. Ustozdan gap eshitib ko'rdingizmi? O'nta dedi, sig'maymiz dedi. Zarif va Gulinson ili Gulinson Guljon, ha. Zarif va Guljon. Boltay va Komila. Qani starshilarimiz. Kengizlar o, chaqir. Bunday qilinglar, buni ushlanglar, bunday qilib nariroqqa bor, bizning boshqa deylar bunday qilib. Aha. Qani. Bo'ladi, hammasini olib kelib o'tirmaylar, malaka. 14 top chiqish kerak yo'qda. Yomonidan bo'ladi lekin, yomondan bo'ladi. Suratga tushib olinglar, bo'ldilarmi? Ha? Hozir. Davaydi, direktorlar. Eshtinglar, 14 ta kirmoq. Davom etamizmi? Chaqiraveraman hammalarni birdan. Zarina Sobirova. Qarsak bormi? Va bugungi kunimiz qahramoni Akmaljon O'roqov. Kelinglar. Xohlasam mana shular brilliantlar bo'lsin ilohim. Nima bu menga mana qaranglar, nima bo'lsin? Ha, o'zlari tortillarmi? Voy. Zo'ri meniki bu. Eng zo'ri sizniki bo'lgan, erdi zo'ri ham sizniki. Hamma sizniki. Oling. Bo'ldi, ketdis. Oching, ichini oching. Oching qani. Opa! Tilla o'zing taqib qo'lingga grenlar. Oho! Har xiliku? Opa! Kattalarnikidan. Opa! Ha! Hamma qani. O'zingiz olib bering. Voh. O'zingiz olib bering. Ana brillianti ham bor ekan ichida. Ana o'zingiz olib bering dedilar, salomat bo'ling. Sabrlaringiz bersin. Ana, kim qoldi? Dom olganlar uyga qo'yadilar. Ana, reklama olib ketdi yangi domam sirasi. O'lmas jonga. O'lmas jonim yangi o'g'liga o'tgan. O'lmas uyiga qo'ymaydi buni, chunki uyi Greenlandda ofisi. Shuning ham shu ofisga boradi bu. Ha. Rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Yaxshi kunlar. Ustoz rahmat. Hammamizni eshittirgan.
Shunaqa kreativni sovg'a tanladik ustoz. Meni o'qishlarim ikkitaga turib tursalaring ham mayli tizilib. Bugun ertalabdan turib faqat xo'jayinlarning pulini yerdik. Bilasizlar hammalaring. Greenleaf'da pul topgandan keyin xo'jayindan pul olmay qo'yganmiz. Lekin biron marta so'ramagandim, kecha pul tashlasam, nimaga tashladingiz desam, oydim baribir katta podarkaga hozir duxum yetmasa ham o'zi nimaga desam, shu paytgacha biron marta men tug'ilgan kunimda ham ishdan qolib kelmagan. Meni qutisini chiqarib qo'ying. Haqiqatan shunaqangi ajoyib holatda. Ilohim, ustozim, siz bundan-da brilliantlarga loyiqsiz, o'zingiz brilliantsiz. Sababi hech kimni ko'nglini og'ritmay, tilini og'ritmasdan mana shu joygacha shuncha qora ko'zli oilasiga baxt, quvonch kirgizib, mana shuncha insonni mashina mindirib, uylab qilib shuncha insonni sayohatga jo'natishga sababchi bo'lib turibsiz. Tabriklashda loyiq ko'rdik. Bu ham brilliant demasak ham nima edi nomi? Brilliant Rolex ekan. Xohlasa buni hamma qizlarimiz birgalikda tanladik yaxshi kunlaringizga. Haqiqiy brend yigit bo'lib taqib yurishingizni tabriklaymiz. Qaranglar, bugun ularni baxtiga ko'z tegmasin. Sababi oilaviy biznesda cho'qqiga chiqish har kimning qo'lidan kelmaydi. Ana sizga sürpriz, mana sizga sürpriz, mana sizga kiryotgan mashina, mana Ladies, gentlemen, diqqat. Chiroyli olqishlar. Yangi yilni qo'yib zo'r bo'ladi. Nafisaxon Madaliyeva. bilan birgalikda o'samiz. Rahmat ustozjon. Boringizga shukr. Yaxshi kunlaringizga ishlating ilohim. Qarang, bitta farzandingizni agar maktabda 5 baho olsa qancha xursand bo'lasiz? Agar institutga kirib o'sha bo'lmang, dunyo turguncha turing, ilohim bergan mana shu sovg'angiz Allohimdan sizga, shogirdlaringizdan qaytsin ilohim. Men sizlar bilan faxrlanaman. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Yuqsin. Aha, yuqsin. 2 yulduz, 3 yulduz, 6 yulduz, ha, o'tash. 6 yulduzli direktor bo'lib yurishik. Hammalaringizga yuqsin.